Sizningcha O'zbekistonda uchraydigan eng ko'p o'g'il bolalar ismi qaysi deb o'ylaysiz? Imron. Imron. Yaxshi, hozir siz bizga 1 daqiqa ichida Imron ismli bolani topib bersangiz, bizdan 200 ming so'm olasiz. Agar 5 daqiqa ichida topib beradigan bo'lsangiz, 100 ming so'm olasiz. Rozimisiz? Rozi. 1, 2, 3 vaqtingiz ketdi. Harakat qilib ko'ramiz. Oralada Imron degan ism bormi? Harakat qiling. 5 daqiqamiz bor. 1 daqiqamiz tugadi. Yo'qmi? Imron. Oralada Imron yo'qmi? Oralada Imron degan bola yo'qmi? Bormi? Imronmi? Kamron, bizga Imron kerak. Imron kerak. Oralada Imron yo'qmi? Imron degan bola yo'qmi? Imron emasmi? Yo'q-ku. Oralada Imron degan bola 2 yo'qmi? daqiqangiz o'tib ketdi. Yo'qmi Imron oranglarda? Voy. Imronmi? Ana topdim. Imronmi ismi? Ismingiz Imronmi? Ha, bo'ldi, Imron deyapti. Imom Shohmirzo. Ikkinchisi Imron. Qanaqasiga ikkita ismi bo'ladi odamning? Bo'pti, yaxshi. Ikkinchi ismingiz ham Imron bo'lgani uchun bu sovg'a sizga. Ishonchdan mana bu esa sizga. Va 100 ming so'm yutib oldingiz. Samarqandlik bolaga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Sog' bo'ling. Mayli, salomat bo'ling.